أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz muxlislar. Sizga o'rgatib boradigan narsalarimizdan bittasi, muolajalarimizdan bittasi ko'z va hasad muolajasi bo'ladi. Agar kimki bozorda yoki uyida yoki ko'cha-kuyda yurganda yo yurib aylanib kelganda shu bexosdan lohas bo'lib mazasi qochadi, shu mahalda mana shu biz aytayotgan muolajani o'ziga o'qib dam solsa yoki farzandlarini muolaja qilsa, yo uyda kimki qanaqa inson ko'z nazaridan aziyat chekayotgan bo'lsa, ularni shu biz aytgandek muolaja qilsa, tezdan yaxshi bo'lib o'ziga kelib qoladi inshaalloh taolo. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi bo'lib Fotiha surasini 7 marta o'qiladi. Ikkinchi Oyatal kursiyni 7 marta o'qiladi. Keyin Mulk surasini 1 marta o'qiladi. Keyin Qalam surasini oxirgi oyatini 7 marta o'qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Va iyyakadul-ladzina kafaru la yuzlikuna bi absarihim lamma sami'u zikra va yaquluna illahu la majnun va ma huwa illa zikrun lil alamin. Shu tobis qochgan mahalda qo'lingizga bir vlajniy salfetkagami yoki bir qog'ozgami ozgincha yarim qoshiqni tuz olasiz. Keyin o'sha tuzni qo'lingizga olib, o'sha qog'ozga o'ragan holatda shu oyatlarni o'qib, hamma yo'g'ingizga tekkizib chiqasiz. Boyagi tuzni tekkizib, boshdan oyoq tekkizib chiqasiz yo muolaja qilinayotgan insonni. Shunday qilsangiz, keyin ana u tuzni suvga oqizib yuborasiz. Inshaalloh og'irlikdan, ko'z hasadni aziyatidan osonlik bilan qutulasiz. Yana ikkinchi muolajasini ham men sizlarga tanishtirib o'taman. Ikkinchi muolajasi shundan iboratki, ikkinchi xili, ikkinchi virdi, ya'ni ko'z hasaddan xalos bo'lish va ko'z hasadga yo'liqmaslik uchun ertalabda bomdod namozidan keyin Fotiha surasi 1 marta o'qiladi, Oyatal kursiy 1 marta o'qiladi, Quraysh surasi 1 marta o'qiladi, Falaq surasi 1 marta o'qiladi, Qalam surasining oxirgi oyati, ya'ni hozirgina o'qib ko'rsatgan oyat 1 marotaba o'qiladi. Ikkinchisi yana keyingi o'qiladigan oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Mulk surasini 2-oyatidan 5-oyatigacha o'qilinadi. Bismillahirrohmanirrohim. Allazi xalaqqal mavta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala va huval azizul g'afur. Allazi xalaqqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi xalqir rahmani min tafawud. Harji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karratayni yanqalib ilaykal basaru xosiya va huwa hasir. Mana shularni kuniga bomdod namozidan keyin o'ziga dam solib olgan kishi ertasigacha shu vaqtgacha unga ko'z hasad tegmaydi. Vallohu a'lam. Kichkina farzandlaringizga ham dam urib qo'ysangiz bo'ladi. O'zingizga ham ko'z hasad tegmaydi. Shunaqa yomon narsalar, jin ajina, insu jinlarning shu muakkil jinlarning yomonligidan ham Alloh taolo o'zini himoyasida, hirsi himoyasiga oladi, himoyasida asraydi insonni. Xullas kalom, hissadan hissa shuki, hech qaysi birimizning na farzandimizga, na o'zimizga ko'z hasad balosi tegmasin.
Amin robbil alamin. Allohim har birimizning uyimizga barakotlar, yaxshiliklar yog'dirsin. Bemorlarimizga shifo bersin. Yoshlarimizga insof bersin. Go'daklar rahmini o'zi yesin. Qarilarga iymon bersin. Hamisha hamro'z yurtimizni o'zi panohida asrab, yaxshi insonlar ko'paysin. Xuddi o'rgatilgandek boshida Allohimma inni as'aluka 11 marotaba, astag'firulloh 11 marotaba, Allohumma solli ala sayyidina Muhammad 11 marotaba o'qib, orqasidan ham xuddi shunaqa yakunlasangiz, Alloh taolo og'irligingizni olib, yengilligingizni beradi inshaalloh. Niyatlaringizga hamroh qiladi. Rahmat e'tiboringiz uchun.